7. bab. Baş ruhani Stepan'dan. Ularning arzlarini rostmi? deb so'radi. Stepan mundaq javob berdi. Atlar va akufkular, so'zimga quloq selinglar. Ajdodimiz İbrahim, texi Mesopotamiya rayonidan Haran sharqqa ko'chib borgan vaqtda shonu shafqatli Xudo uningga ko'rinib, sen o'z yurting va urug' jamatingdan ayrilib, men ko'rsatmoqchi bo'lgan yerga borgin degan edi. Buning bilan ajdodimiz İbrahim Kaldanlarning zemini bo'lgan o'z yurtini tashlab, Haran shahriga berib o'rinlashdi. Otasi o'lgandan keyin Xudo uni bu joyga, ya'ni sizlar hozir turayotgan joyga yetkazib keldi. O vaqtda Xudo uningga tava bir g'irishmi yer bermagan edi. Biroq İbrahimning texchi farzandi bo'lmagan bo'lsa-mu, Xudo va'da qilib, bu zaminni uningga va uning avlodlariga bermoqchi bo'ldi. Xudo ajdodimiz İbrahimga mundaq dedi: "Sening avlodlaring ma'lum bir chet davlatda musofirlikda 400 yil qul bo'lib, xo'rlikda yashaydi. Biroq ularni qul qilgan xalqqa jazo beraman. Uningdan keyin avlodlaring u yerdan chiqib, bu yerda menga ibodat qiladi." Keyin Xudo İbrahimga: "Sen bilan tuzgan ahdimning belgisi xatni qilish bo'lsin" dedi. Ajdodimiz İbrahimdan İshaq töreldi. O tug'ilib 8. kuni xatnisi qilindi. İshaqdan İsraillarning otasi bo'lgan Yaqub töreldi. Yaqubdan İsraillarning 12 qabilasining bo'g'lari bo'lgan 12 o'g'il töreldi. Ularningmi xatnisi qilindi. Keyin ajdodimiz Yaqubning o'g'illari inisi Yusufdan hasad qilib, uni Misrga boradigan savdogarlarga qul o'rinda setivetdi. Lekin Xudo uning bilan birga bo'lg'ashqa, uni butun tatqan qiyinchiligidan qutqizib, uningga donishmandlik ato qilib, Misr podshohining hurmatiga erishtirdi. Podsho uni Misrga bosh vazir va orduning bosh xo'jadori qildi. Keyin butun Misr va Qanon yerlarida ig'ir ocharchilik yuz berib, zo'r ofat bo'ldi. Ajdodlarimiz oziq tuluksiz qoldi. Misrning omborida ochliq borligini anglagan Yaqub o'g'illarini, ya'ni ajdodlarimizni u yerga avatdi. Birinchi qitim borganda ular inimiz Yusuf o'lgan deb uni tolmagan edi. Shunga ikkinchi qitim borganda ajdodimiz Yusuf oqlarga o'zining kim ekanligini oshkorladi. Ularni podshohga tonishtirdi. Shuning bilan ajdodimiz Yusuf otasi ajdodimiz Yaqubning oldiga otlarini avatib, uni butun oila jamiyati bilan jami 75 kishini Misrga taklif qildi. Ajdodimiz Yaqub Misrga berib, keyin avlodlar bilan shu yerda olamdan o'tdi. Ularning jasadlari Shakam shahriga qaytarilib, ajdodimiz İbrahim burun Hamurning o'g'illaridan setib olgan yerlikka qo'yildi. Xudo ajdodimiz İbrahimga: "Sening avlodlaringni qulluqdan ozod qilaman" degan va'dasini amalga oshirgan vaqt yetib kelishga oz qolganda, Misrdagi Yahudilarning nopsi xeyli ko'paygan edi. O vaqtda ajdodimiz Yusufning Misr xalqi qilgan yaxshi ishlardan xabari bo'lmagan yangi bir podshoh Misrda taxtga chiqdi. Bu podshoh ajdodlarimizni hiyli mikrlar bilan ezib, xo'rladi, hatto ularni o'z bovoqlarini tashlab etishga majbur qildi. Musa payg'ambar mana shu chog'larda tug'ilgan edi. U Xudoning nazarida aloyida bola edi. Ota-onasi uni uyda 3 oy boqqandan keyin sirtqa tashlab etishga majbur bo'ldi. Biroq podshohning qizi uni qutqizib, o'z o'g'li qilib cho'ng qildi. Musa payg'ambar Misrliklarning oliy bilimlari bilan tarbiyalanib, so'z qobiliyati
ve iş beceriş iqtidoriga ega odam bo'lib chiqdi. U 40 yoshga kirganda o'z qarindoshlari bo'lgan Yahudilarning holdan xabar elish qaroriga keldi. U bir Misrlikning bir Yahudi qulni sababsizli bo'zaq qilayotganini ko'rib, uni qo'g'dab, yo'lsizlik qilgan Misrlikni o'ldirib, uning intiqomini elib berdi. U Xudoning men orqali Yahudilarni qutqizilganligini Yahudi qarindoshlarim tushunadigu deb o'ylagan edi. Lekin ular buni tushunmadi. Әтсі, Musa payg'ambar ikki Yahudi qarindoshning urushayotganligini ko'rib, ularni yarashtirmoqchi bo'lib, sizlar qarindosh turib, nemishqa bir-biringlarga yo'lsizlik qilsizlar, dedi. Qarindishini bo'zaq qilgan kishi Musa payg'ambarni ittirib etib, kim seni bizga boshliq yoki so'roqchi bo'lsin debdi. Menimi tunugunki Misrlikni o'ltirgandek o'ltirmoqchimisan, dedi. Musa payg'ambar bu so'zlarni anglab, bu ishni boshqalarmi bildigan o'xshaydi deb qo'rqib, Misrdan Midian rayoniga kechib bordi va u yerda musofir bo'lib turib kelib, ikki o'g'ilga ota bo'ldi. 40 yildan keyin Musa payg'ambarga Sinay tog'ining yendiki cho'lda ko'yayotgan tikanlikning o't yolqinida bir farishta ko'rindi. Bu holni ko'rgan Musa payg'ambar intayin hayron bo'lib, tegi taktini bilish uchun tikanlikning yeniga bordi. Bu chaqda u Xudoning "Men sening ajdodlaring Ibrohim, Ishoq va Yoqub e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman" degan ovozini angladi. Musa payg'ambar qo'rqish titrab, qarashqimi jur'at qila olmadi. Xudo uningga yana "Sen turayotgan yer muqaddasdir. Shunga oyog'ingni selivet. Men Misrdagi bandlarimning xorlanayotganligini ko'rdim. Ularning noli faryodlarini haqiqatan anladim. Shunga men ularni qutqizg'ili tushdim. Endi bag'in, men seni Misrga avatay", dedi. Mana shu Musa payg'ambarni elqi Yahudilar kim seni bizga boshliq yoki so'roqchi bo'lsin debdi, deb rad qilgan edi. Lekin Musa payg'ambarga Xudoning farishasi ko'yayotgan tikanlikni ko'rinib, İsrail xalqini qutqizib, ularga yetakchilik qilsan deb, uni Misrga avatdi. Ana shu Musa payg'ambar xalqi yetakchilik qilib, ularni Misrdan chiqargan edi. Hamda Misrda Qizil dengizning bo'yida va 40 yilni o'tkazgan shu cho'llarda g'oyat zo'r mo'jiza va karomatlarni ko'rsatgan edi. Shu Musa payg'ambar o'zi ularga Xudo qarindoshlarimiz orasidan menga o'xshash bir payg'ambarni tiklaydi degan edi. U cho'llarda ajdodlarimizga boshchilik qilgan vaqtlarda Sinay tog'ida Xudoning farishtasi uningga yana ko'rinib so'z qildi. Musa payg'ambar hayotlik baxsh etgan so'zlarni anglab, uni ajdodlarimizga va ular orqali bizga yetkazdi. Shundoq bo'lsa-mu, ajdodlarimiz Musa payg'ambarning gapiga kirmay, uni rad qilib, ko'ngilda Misrga qaytishni orzu qildi. Musa payg'ambar Sinay tog'idan teg'i tushgan vaqtda ular uning aksi Harunga "Bizga yo'l boshlaydigan butlar yasab bering. Bizni Misrdan elib chiqqan heliqi Musaning nima bo'lib ketganligini bilolmadik", dedi. Shuning bilan ular mo'zay surtida bir but yasab, uningga atab qurbonlik qilib sajda qildi. O'z qo'llari bilan yasgan bu butni xushal-xuromlik bilan tabriklashdi. Buni ko'rgan Xudo ajdodlarimizdan nazrni yo'tkab, ularni o'z ixtiyoriga qo'yib berdi. Ular osmondagi yulduzlarga cho'qinishga boshladi. Shuning bilan payg'ambarlar muqaddas yozmalarda xotirlagandek, Xudo ularni mundaq aybladi. "Ey Isroillar, sizlar 40 yil jarayonida cho'lda qurbonlik qilganinglarda menga emas, balki o'z qo'llaringlar bilan yasgan butlarga, ya'ni Moloxning chediri va Rifonning yulduz shaklli surtni ko'tarib minib, ularga sajda qildinglar. Shunlashqa sizlarni Bobil shahrining chatriga qo'g'lab,
sürgün qiliman. Ecdatlarımız çölde yaşagan vaqtida ahdi chediri debmi atalgan ibodat chediri tikan edi. Ve qayerga borsa, uni o'zlari bilan birga yo'tkab, uningda Xudoga ibodat qiladi. Ibodat chediri Xudo Musa payg'ambar ko'rsatgan nusxa bo'yicha yasalgan edi. Ajdodlarimiz ibodat chedirga avlod igdorchilik qilgan va keyin Yashuning yetakchiligida Xudo qo'lgan millatlarning zeminlarini besib elib, ibodat chedirini bu yerga elib kelgan. Hatto podshoh Davudning zamonigacha shu chedirda Xudoga ibodat qilgan. Podshoh Davud Xudoning, ya'ni yoqib e'tiqod qilib kelgan Xudoning shafoatiga erishib, uning uchun bir ibodatxona selishga uning o'zidan ijozat so'ragan. Biroq Xudo qo'shilmagan. Keyin podshoh Sulaymon Xudo uchun bir ibodatxona solgan. Holbuki ulug' Xudo odam solgan ibodatxonalarda turmaydi. Yashaya payg'ambar orqali Xudo mundaq degan edi. Arsh mening taxtim bo'ladi. Zemin mening put qo'ydigan yerimdir. Sizlar menga buningdanmi yaxshi xona sola olamsizlar? Buningdanmi yaxshi oromgoh yasay olamsizlar? Osmon zemindagi mavjudotlarni men yaratdim-ku. Stefan sözünü ayaqlaştırıp, "Hey, boyni, yüregi ve qulğı qattiqla. Sizlar xatni qilinmagan kapırlarga o'xshash jahil. Sizlar ajdodlaringlarga o'xshash Xudoning muqaddas ro'yiga doim qarshilik qilyapsizlar. Sizlarning ajdodlaringlar ziyonkashlik qilmagan biror payg'ambar bormi, ha? Ular Xudoning adolatchisi bo'lgan Hazreti Aysoning keldiganligini oldin jakarlaganlarni o'ltirishgan. Endi u o'zi kelganda sizlar uningga sotqinlik qilib, unimi o'ltirdinglar. Ajab ish-a. Xudoning qonunini farishtalar o'zi sizlarga yetkazgan bo'lsa-mu, sizlar uningga amal qilmadinglar, dedi. Stepanning bu sözlerini anlagan Oliy Kengashma hayatları intayin g'azablanib, uningga tishlarini g'uchurlatdi. Muqaddas ruhga cho'mgan Stepan bo'lsa, ko'zlarini ko'kka tikib, Xudoning parlaq nurini va uning o'ng yonida turgan Hazreti Aysoni ko'rdi. Qaranglar, osmon ichilib, inson o'g'li Hazreti Aysoning Xudoning o'ng yonida turganligini ko'rdim, dedi u. Buni anglagan hayatlar qo'llari bilan quloqlarini etib elishib, chuqon silishdi va etilib berib, uni shaharning sirtiga ishtirib, chiqirib, chalma kesak qilishga boshladi. Stepanni gunohkor deb guvohlik berganlar uni chalma kesak qilishdan burun chaponlarini Saul ismli bir yoshning yanida qo'yib qo'ygan edi. Stepan yomg'irdak yig'ayotgan toshning ostida turib, "Ey Rabbim Ayso, mening ro'yimni qabul qilg'aysan", deb vaqirdi. Keyin u tizlinib turib, qattiq ovoz bilan, "Ey Rabbim, bu gunohni deb ularni jazolmag'aysan", dedi. U bu so'zni qilib bo'libla jon uzdi.